Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz o'quvchilar, inshaalloh kitobimizni tarjima qilishda davom etamiz. O'tgan darsda shu yerda to'xtagandik. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Va fi sabah al-yawm at-tali keyin kuni al-yawm at-tali keyin kuni degani, keyin kuni ertalabda xarajal amirul kabiru katta shahzoda chiqdi. Liyabhasa li ukhtihi an ma'il hayati. Singlisi uchun hayot suvini qidirishga. Valam ya'lam bilmadi ayna hazal ma'u bu suv qayerdanligini bilmadi. Valam ya'rifi at-tariqa yo'lni ham bilmadi allazi yattajihu ilayhi qaysiki boradigan unga. Ya'ni ittajaha yo'nalmoq. Aw yasiru fihi yoki unda yuradigan. Sara yasiru yurmoq. Valizalika va shuning uchun sara fi tariqihi ha'iran yo'lida hayron bo'lgan holatda yurdi. La yaqsidu jo'namadi. Qasada yaqsidu jo'namoq ma'nosida. Jo'namadi jihatan muayyanatan, ya'ni muayyan tayinli bo'lgan bir tarafga qarab jo'namadi. Vastamarro sa'iron yurgan holatda davom etdi. Istamarro davom etmoq. Nahnu al'an nastamirru fi darsina. Masalan, hozir nima qilyapmiz? Darsimizni davom ettiryapmiz. Xo'p, istamarro sa'iron yurgan holatda davom etdi hatta qabala shaykhan solihan hattoki solih bir qari kishini uchratguncha. Qabala uchratmoq. Min rijaliddin din ahlidan bo'lgan, ya'ni din kishilaridan bo'lgan. Faqala lahu unga aytdi: "Ayyuhal abul karim, ey oliyjanob ota, arju an tadullani men sendan so'rayman, arju degan so'ramoq, umid qilmoq. So'rayman sendan an tadullani men dalolat qilishingni ala tariqi yo'lga allazi qaysiki bihi astati'u u bilan astati'u qodir bo'laman al-husula ala qalilin min ma'il hayati, ya'ni ozgina hayot suvidan erishishga qodir bo'ladigan yo'l. Yo'lga dalolat qilib qo'yishingizni so'rayman sizdan", deyapti. Fa'ajabahu ash-shaykhu as-solih. Solih shu qari kishi javob berdi. Ajabahu unga javob berdi. Ya bunayya, ey o'g'ilcham, hadha huwa tariqul muwassil. Mana bu yetkazuvchi yo'ldir. Muwassil ya'ni yetkazuvchi degani. Walakinni lekin men akhafu alayka al-maut. Sendan o'lim yetishidan qo'rqaman senga. Akhafu qo'rqmoq, qo'rqaman degani. Alayka sendan al-maut ya'ni o'lim haqida. Iza sirta agar yursang fihi agar unda yursang. Va ansahu laka va senga tavsiya qilaman alla tasira fi hadha at-tariq. Bu yo'lda yurmashingni senga tavsiya qilaman. Va antarji'a va qaytishingni min haythu atayta. Ya'ni qayerdan kelgan bo'lsang, shu yerga qaytishingni senga tavsiya qilaman, deyapti. Min haythu atayta degan sen kelgan joyingdan degani. Hatta la yusibaka hattoki senga duchor bo'lmasin dararun zarar biror zarar au azan yoki biror ozor. E'tibor beringlar, dararun nakira ya'ni noaniq holatda tanvin bilan kelyapti. Tanvin bilan kelsa ya'ni qanaqadir bir zarar. Ya'ni aniq bo'lmagan qanaqadir bir zarar yoki azan ozor yoki. Fashakara va shukr qildi, rahmat aytdi. Lahu nasihatahu unga nasihatiga rahmat aytdi. Walakinnahu lekin u lam yastami' ilayha unga quloq solmadi. Walam ya'mal biha uni qilmadi ham. Walakin li'annahu chunki u yakrahu taradduda yomon ko'radi. Kariha yakrahu yomon ko'rmoq. Makruh yomon ko'rilgan. Nimani yomon ko'rardi? Taraddudni, ya'ni ikkilanishni yomon ko'rardi. Va yuhibbu ash-shaja'ata va shijoatni, jasurlikni yoqtirardi. Hatta yuhaqqiqa talaba ukhtihi al-azizati alayhi. Hattoki yuhaqqiqu amalga oshirish uchun talaba ukhtihi al-azizati alayhi unga aziz bo'lgan singlisini talabini
amalga oshirish uchun, amalga oshirguncha. Vastamarra va davom etdi fi tariq yo'lda, va lam yarji' qaytmadi, hatta wasala ila kuhin, hattoki bir chaylaga yetib keldi. Kuh chayla degani. Li rajulin kishini chaylasiga mutaabbidin, mutaabbid degani ibodatgo'y degani. Axir boshqa tepadagi kishidan boshqa ibodatgo'y bir kishiga yetib keldi. Ya'budulloh, Allohga ibodat qilardi. Fasa'alahu, undan so'radi. Va huwa marun, o'tib ketgan holatda. Hal ana sa'irun ya sayyidi, ey janob, hal ana sa'ir, men yuruvchimanmi, men to'g'ri ketyapmanmi? Fi tariq, yo'lda, as-sahih, to'g'ri yo'lda, ila ma'il hayati, ya'ni hayot suviga to'g'ri yo'lda ketyapmanmi deb so'rabdi. فأجابه الرجل الصالح, solih kishi javob berdi. Naam, ha, hada huwa tariqul muwassil, bu shu yetkazuvchi yo'l, olib boruvchi yo'ldir. Muwassil, olib boruvchi. Sir fihi, unda yur, ila nihayatihi, oxirigacha. Thumma sa'ad, keyin chiq. Is'ad, ko'tarilmoq, chiqmoq degani. Fi zalikal jabal, ana bu toqqa. Jabal, tog'. Allazi, qaysiki tarahu, ko'rayotgan, ala bu'd, uzoqda ko'rayotgan. Va hinama tasilu, va qachonki degani, tasilu yetib kelsang, vasala yetib kelmoq. Vasala hozirgi zamoni yasilu bo'ladi. Anta va tasilu, qachonki sen yetib kelsang, ila qimmatil jabal, tog'da cho'qqisiga, qimmatun cho'qqi degani. Satajidu, topasan, baban kabiran, katta eshikni topasan. Yahrusuhu, uni qo'riqlayotganini, arba'atu rijalin kibaril ajsam, 4 kishi kibaril ajsam bo'lgan, ya'ni jismlari katta bo'lgan 4 kishi uni qo'riqlayotganini topasan. Va suyufuhum bi aydihim, qo'llarida qilichlari bor. Walakin la takhaf, lekin qo'rqma. Fa innahum, albatta ular, la yastati'una, qodir emaslar, an yarawka, seni ko'rishga qodir emaslar. Li'annahum, chunki ular minal umyan, chunki ular ko'rdilar. Umyan, ko'r degan. Walakin yajibu an tasira bihudu'in, lekin yajibu an tasira, sen yurishing kerak, bihudu'in, ya'ni tinch, xotirjam yurishing kerak, ala atrofi asobi'ik. Bu ibora bu ala atrofi asobi'ik, barmoqlarning uchida degani, atrof 3 degani, ya'ni torfun birligi, atrof ko'pligi bu. Ya'ni oyog'ingning uchida deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Bizda ya'ni ovoz chiqarmasdan yurishga oyog'ingning uchida yur deb aytamiz-ku. Shunaqa ya'ni. Hatta la yasma'aka, hattoki seni eshitmasin, ahadun, birortasi, minhum, ulardan birortasi hattoki seni eshitmasin. Va ba'da an tadkhula min al-babil kabir, va katta eshikka kirganingdan keyin, mana, va tatrukul harasa, va quruqishlarni qoldirganingdan keyin, satajidu aynun buloq degani, buloqni topasan. Min al-ma'i, suvdan bo'lgan, yakhruju minha, undan chiqadi, ma'ul hayati, hayot suvi chiqadi undan. Fakhuz minhu, undan ol, ma shi'ta, nima xohlasang. Istamarrul amirul kabiru, shu katta shahzoda davom etdi. Fi sayrihi, sayrida, ya'ni yurishida. Hatta wasala ila qimmatil jabal, hattoki shu toqqa yetib keldi, tog'ni cho'qqisiga yetib keldi. Thumma nazara fawajada bil qurbi minhu baban kabiran. Keyin qaradi, fawajada, topdi, bil qurbi, yaqinida, minhu, undan yaqinida, uni yaqinida, baban kabiran, katta eshikni topdi. Yahrusuhu, uni qo'riqlayotgan, arba'atu min rijalin kibaril ajsam, ya'ni katta jismli haligi 4 kishi qo'riqlayotgandi. Va suyufuhum bi aydihim, qo'llarida qilichlari bor. Suyuf, qilichlar degani. Sayfun, qilich. Sayfulloh ismam bor, ya'ni Allohning qilichi. Hada laqabu Xolid ibn Valid, ya'ni Xolid ibn Validning laqabi. La yastati'u, qodir emas, an yamurra,
baynahum ularni orasidan o'tishga yamru o'tmoq o'tishga qodir emas illa kullu shuja'in qawiyil qalbi, ya'ni kuchli qalb egasi bo'lgan jasur largina o'tishga qodir deyapti. Illa kullu shuja'in deyapti, ya'ni barcha shu shijoatli bo'lgan, qalbi kuchli bo'lgan kishi o'ta oladi ekan. Falam yaxof, u qo'rqmadi. Wasaro bi shaja'atin, shijoat bilan, jasurlik bilan yurdi. Va hudu'in, va tinch xotirjam holatda yurdi. Ala atrofi asobi'ihi, nima dedik? Oyog'ining uchida yurdi. Falam yarawhu, uni ko'rmadi. Va lam yasma'uhu, uni eshitmadilar ham. Va wasala bi amanin, va xavfsiz holatda yetib bordi. Wasaro, va yurdi. Va huwa masrurun, xursand bo'lgan holatda bi hadal intisor, ya'ni bu g'alaba bilan xursand bo'lgan holatda u yurdi. Hatta wajada nafsahu, hattoki o'zini topdi fi hadiqatin jamilatin, chiroyli bog'da. Va fi wasatiha, va o'rtasida aynun minal ma'i, suvdan bo'lgan buloq bor. Aynun buloq dedigi. Biha fawwaratun, unda favvara bor ekan, ya'ni fontan. Yakhruju minha al-ma, undan suv chiqardi. Faqala li nafsihi, o'ziga aytdi, hada huwa ma'ul hayati, shu suv hayot suvi, bila shak, shubhasiz. Va mala'a minhu, va undan to'ldirdi zujajatayni, ikkita idishini. Ikkita zujajun shisha idish degan. Kabiratayni, katta ikkita shisha idish to'ldiribdi. Thumma raja'a, keyin qaytdi. Va marra bi hudu'in, va xotirjam holatda o'tdi. Baynar rijalil arba'atil kibaril ajsam, katta jismli 4 kishining orasidan. Falam yahissu, uni his qilishmadi, bihi. ولم يسمعوه, eshitishmadi ham. Va akhadha yajri wa huwa yatruku al-jabala liyadhhaba ila ukhtihi, keyin yurishni boshladi. Va huwa yatruku al-jabala, va u tog'ni qoldirdi. Liyadhhaba, borish uchun, ila ukhtihi, tog'ni tark etdi singlisiga borish uchun. Va yuqaddimu ilayhi, unga taqdim qilish uchun. Ma talabtuhu, u talab qilgan narsani. Min ma'il hayati, hayot suvidan. Fafarihat ukhtuhu kathiran, singlisi ko'p xursand bo'ldi. Hinama ra'at akhaha, qachonki akasini ko'rganida. Va hanna'atuhu tahni'atan sadiqatan, tabrikladi akasini, chin tabrik bilan tabriklabdi. Biruju'ihi, qaytgani bilan. Va intisorihi, va g'alabasi bilan. Va qaddama laha, unga taqdim qildi. Ma'al hayati, hayot suvini. Allazi, qaysiki ahdarahu, u olib kelgan. Ahdara, olib kelmoq, ma'ahu, o'zi bilan. Fi zujajatayni, shu ikkita idishda, shisha idishda. Fasharibatil amiratu, singlisi ichdi. Min hadal ma'i, bu suvdan. Allazi, qaysiki wasafatuhu laha, uni sifatlagan. Ammatuhu, ammasi, ash-sharrira, yovuz bo'lgan ammasi uni sifatlagan shu suvdan ichdi deyapti. To'g'ri, shu yerda to'xtatamiz inshaalloh. Bugungi shuni mutolaa qilamiz. Ertaga yana Xudo xohlasa davomini o'qiymiz inshaalloh. Ma'assalama.